بردم و بردم بلب استقام افغانستان فتح و ظفر انقلاب سلام افغانستان فتح و ظفر انقلاب سلام افغانستان. Aziz vatandaşlar ve radyo işləyən dostlar, assalamu alaykum və rahmetullahi və barakatuh. Xəbərlər proqramına xoş gəldinizlər. Bugün Panşanba 2015-ci il Savr ayının 3-ü bu yer Mazar-ı Şərif şəhəri Balx Milli Radiosu. Bu saat xəbərlər men bilan İsaxon Amiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qur'oni Karim bilan uns mahfili bir qancha Qur'oni Karim hofizlari va qorilari va hamçunon ushbu viloyatning xalqini huzurida Balx viloyatining muxtalif baxshlaridan Mazar-ı Şərif şəhərində barguzor bo'lgan. Ushbu mahfilda baynalmilaliy qorilarni ham huzuri bor edi. Bir buyuk Qur'oni mahfil Balx viloyatining Itlot Farhang riyosati, Haj Avqof riyosati va ushbu viloyatning Darul-Hafoz ittihadiyasini ibtikorida yo'l taylanbidi. Ushbu mahfilda ikki baynalmilaliy qori Misr o'lkasidan ham huzuri bor edi. Ushbu qorilarni ishtirok etgani mahfilning fazosini ma'naviy etib va xalqni Qur'on bilan bir bo'lishini taqviyat bergan. Balx viloyatining Itlot Farhang riyosatining buyrug'i Mavlaviy Muhammadulloh Ziror ushbu marosimda Qur'oni Karimning farhangini tarvij berganida ta'kid etib aytganki, shunday mahfillarni barguzor etgani dini bavarlarni taqviyatida muhim naqshi bor degan. قرآن عظیم الشان په مناسبت باندې پرون یو عظیم الشان محفل جوړ شوی و د حسن قرائت چې خوشبختانه د بلخ ولایت د ممتازو قاریانو په څنګ کې د مصر هیواد څخه هم جید قراء حضرات راغلي و دوه کسان و چې دوی هم زموږ سره په دغه محفل کې اشتراک درلود. اصل هدف دلته دا دی چې د قرآن عظیم الشان سره د خلکو تعلق لا زیات شي. افغانستان خو الحمدلله یو اسلامي هیواد دی، ټولنه اسلامي ټولنه ده، ټول د علم او قرآن سره اشنا دي، د اسلام سره اشنا دي. دغه برنامه، دغه محفلونه، علمي سیمینارونه او قرآن عظیم الشان د حسن قرائت محفلونه ځوانانو توجه راجلبوي. Ushbu mahfilda ikki baynalmilaliy Qur'oni Karim qorisi Mahmud Mansur va Ahmad Ali Abdulaziz yurayda o'ltiraykon tilovati bilan ishtirok etganlarni diniy ehsoslarini ko'p etgan. Qori Muhammad Navob noyib Balx viloyatining qorilaridan biri aytishicha, mas'ul nihodlar va islomiy millikdan xohlagan to shunday barnomalarni ko'p barguzor etsinlar degan. نهادهای دولتی و خصوصی در رأس وزارت‌های مختلفی که در رأس قرار داره خواهشمندیم از بزرگان دینی ما خواهشمندیم تا همچنین محافل برنامه‌های را تدویر نمایندهایی که قارسایبای عزیزی افغانستان ما تشویق شود از تلاوت‌های زیبای قاریای بین‌المللی استفاده بکنه تا بتونیم یک جامعه قرآنی در مقابل کشورهای دیگه ما باید داشته باشیم. Ushbu mahfil diniy va farhangi barnoma jumlasidandir ki, oxir yillarda Balx viloyatiga munazzam barguzor bo'ladi. Ushbu barnoma hadafi Qur'oni Karimning farhangini tarviji, diniy bavarlarning taqviyati va yoshlar islomi o'limda o'rgangani uchun yo'l taylanadi. Va boshqa xabar buki, Balx viloyatining san'at va tijorat riyosatining mas'ullari aytganki, san'ati faoliyatlar yaxshi tanzim bo'lgani va iqtisodiy tavsiyasini himoyatiga sarmoyaguzorlar ki o'tgan zamonda san'ati parklardan yer olgan edi, ammo ushbu paytgacha amaliy iqdom tavlid baxshida anjom bergani yo'g'ida nihoyat zamon tayin bo'lgan. Balx viloyatining san'at va tijorat buyrug'i Qori Amir Muhammad Muttaqi aytishicha, yerlarga san'ati parklardan sarmoyaguzorlarda tavsiya bo'lgan edi, ammo ushbu paytgacha amaliy iqdom tavlid baxshida anjom bergani yo'q. Bir oy zamoni borki, tuzatish ishini shuru etsa bo'lmasa, lozim tasmimlar olinadi degan. یو تعداد زمکې چې په مخکې نظام کې خلکو ته په صنعتي پارکو کې ورکول شوي وي، هغه زمکې باندې تولیدي یا صنعتي کوم تاسیسات نه دي جوړ شوي. د ټولو ته مو دا توصیه ده چې د نن تاریخ څخه تر یوې میاشتې پورې دوی ته نور هم مهلت ورکول کیږي د صنعتي ساحو د قانون په مطابقت. یوه میاشت نور دوی ته موږ دا وخت ورکوو چې را دي سي په هغه فابریکو کې په هغه خپل په ځای کې دي سرمایه گذاری وکړي، هغه ځمکې د دوی دي. Muttaqi janoblari hamchinon izofa etgan ki, tayin bo'lgan zamonda agar amaliy ishlar bo'lmasa, voguzor bo'lgan yerlar nofiza tarzul amal mutobiqida yana yonlaridan olib boshqa vojida sharoit sarmoyaguzorlarga topshiriladi degan. که چیرې دوی یوه میاشت نور هم یعنې تر جوزا پورې دوی را نغله دلته سرمایه گذاری ونه کړه. په دوه پارک موږ لرو، یو پارک صنعتي دشت شادیان او بل پارک صنعتي امیر علي شیر نوایی.
کچیر دوی سرمایه گذاری ونه کړه د خپل په ځمکو کې د ځمکې اقدام د مستردي کیږي بیا حق د شکایت هیڅوک په هغه وخت کې نه لري ځکه دا 2 کاله کېږي موږ ټولو خلکو ته د تلویزیون د لارې د ټلیفون د لارې په نور رابطو مو ټولو ته خبر ورکړی aytilishicha san'atiy parklar Balx viloyatida iqtisodiy tavsiyaning muhim bakhsh unvonida sarmoyadorlarni jazbida va doxiliy tavlidotni rushdida muhim naqshi bor va oxirlanchi xabar bu-ki Balx viloyatining mas'ullarining aytishicha xalqni sehiy vaziyati yaxshi bo'lgani uchun va yaxshi xizmat e'lon etgani uchun o'tgan bir oyning jarayonida 6 ton tarix o'tgan va bekayfiyat egulik mavodni Mazor Sharif shahrida yig'ib yoqgan. Balx viloyatining Shorvoli Mavlaviy Mahbubullo imom aytishicha 6 ton tarix o'tgan va bekayfiyat egulik mavod Balx viloyatida ushbu viloyatning Shorvolisi tomonidan yig'ilib sehiy usul mutobiqida mas'ullarning ko'z yonida yoqilgan degan. Taqriban په یو نیمه میاشت د 15 ورځو کې دغه مواد راټول کړم نو چې تاسو بل مشاهده وینئ تخمینا د تقریبا 6 ټونه کېږي نو دغه دی ټول د مسؤلینو په حضور باندې مو دلته ورواچوي او تاسو مشاهده حالس همچنان Balx viloyatining Shorvoli ta'kid etgan ki bozorni va egulik mavod sotaykan markazlaridan nazoratni idomasi bor va hamchinon mas'ullar xalqdan xohlagan to bozorda tarix o'tgan egulik mavodni ko'rgan zamonda mas'ul nihodlar bilan jiryonga qo'ysinlar degan. Ushbu soat yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Har birlaringizni Alloh mutolga topshiraman. Yana ko'rishguncha xayr, sog', amon qolinglar. Birdam و bardam bo'lib istiqomat Afg'oniston fathu zufar inqilob salom Afg'oniston fathu zufar inqilob salom Afg'oniston